Assalomu alaykum. Bugun Akfa Alumin profil ishlab chiqarish korxonasidan Turin Politexnika universitetiga keldik. Bu yerda Akfa Biznes klubi bo'lib o'tdi. Hozirda seminarda HR jamoasi bilan qanday ishlash, HR strukturalari bilan qanday ishlash bo'yicha sexaviklarga seminar o'tkazilib, spikerlar kelishgan. Bularni tashkillashtirgan Akfa kompaniyasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bunaqa tadbirlar va sexaviklar bilan yaqindan birga bo'lish, ularning muammolarini o'rganish va ularga yordam berish tarzida davom etadigan proyektlarda juda ko'pini kutib qolamiz. Kompaniyaga katta rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Men Hamdam Islomjon, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan keldim. Faol qatnashib turganimiz uchun bugun sovrin ham berishdi, kichik bo'lsa-da. Xudo xolasa bundan keyin ham faol bo'lib qatnashib, ustozlarning ishonchini oqlashga harakat qilamiz natijalar bilan. Bugungi seminardan biz HR o'zi kim, xususiyatlari qanaqa, ichkaridan HR menejer olish yo'l yo'riqlari qanaqa bo'ladi yoki tashqaridan namunali HR menejer olish yo'l yo'riqlari qanaqa bo'lishi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Seminar tashkillashtirgan har bitta a'zosiga kattakon rahmat aytaman. Juda ham ko'p bilimlarga ega bo'ldik. And our girls are blackbirds riding with they